Ishqilib tinchlik bo'lsin. Salom do'stlar, sizlar bilan yana Alov va bugun o'sha trendda bo'lgan smartfon Honor'ning eng so'nggi va g'ayrioddiy bo'lgan modellaridan biri Honor X9 ni to'liq ko'rib chiqamiz. Bu smartfon o'zining egilgan ekrani, ultra yupqa korpusi va mustahkamligi bilan e'tiborni tortmoqda. Keling, buni to'liq obzor qilamiz. Xo'p, demak, ushbu smartfonni birinchi o'rinda unboxing qilamiz va korobka komplektida nimalar bor tanishib chiqamiz. Xo'p, avvalo doimgidek smartfonimizni o'zi qo'shimchasiga doimgidek hech kim o'qimaydigan yo'riqnomalar va sim karta slotini ochuvchi maxsus igna va mana shunday shaffof o'zini chexoli chiqadi. Xo'p, qo'shimchasiga yana bu yoqdan biz topishimiz mumkin. O'zini mana shunaqa katta 66 voltlik original adapterini ko'rishimiz mumkin. Va uni oldida mana shunaqa USB Type-C ekan, Type-C zaryadnik kabelini ham ko'rishimiz mumkin. Va boshqa hech narsa yo'q. Endi esa smartfonimizni obzor qilishni boshlaymiz. Xo'p, o'rtoqlar, smartfonimizni avvalo dizaynini ko'rib chiqamiz. Buni upakovkasidan ochdik, korobkasidan ham ochdik, endi uni dizaynini ko'rib chiqamiz. Honor X9 smartfonimiz juda ham yupqa ishlanganini ko'rishinglar mumkin. Atiga 798 mm qalinlikda va qo'shimchasiga esa atiga 179 grammlik maxsus yengil korpusdan iborat, ya'ni smartfon og'irligi atiga 179 grammdan iborat. Yon qismlariga keladigan bo'lsak, yon qismlari juda ham ajoyib metal effekt bilan qoplangan. Orqa qismi esa, ya'ni orqa paneli esa egri shakl, yumshoq egri shaklda, lekin ushlaganda juda ham qulay smartfon foydalanish uchun. Xo'p, smartfonimizning eng katta afzalliklaridan biri bu uning ekranida. Hozir ekranni yorqinligi, uni ishlash tezligi, silliqligini ko'rib chiqamiz. Hozir smartfonimizni yoqib olamiz. Bunga atiga bir necha daqiqa kerak bo'ladi. Magic OS sistemasida tizimida ishlaydi smartfon. Qo'shimchasiga ma'lumot va bularni ham alohida ko'rib chiqamiz. Smartfonimizning eng katta afzalliklaridan biri bu uning AMOLED 1.5K ekranidadir. Qo'shimchasiga esa smartfonimiz mana ko'rishingiz mumkin. Bu nima deyiladi? Mana shu silliqlik ishlashi 120 Hz yangilanishga tezligiga ega. Ya'ni bu sizga mana shunday tezkorlikda, silliqlikda ekran almashinishiga ta'minlab beradi. Va bundan tashqari smartfonimizning yorqinlik kuchini ham aytib o'tay. Yorqinlik kuchi smartfon yorqinligi 4000 nitsga teng, ya'ni bu degani bemalol quyosh nurida ham, ko'chada ham, yorug'lik yuqori bo'lgan biror joyda ham smartfondan hech qanday cheklovsiz yorqinligini yo'qotmagan holatda foydalanishingiz imkoniyatini yaratadi. Yana bir jihati smartfonimizning ekrani haqida gapirayotganimizda aytib o'tib ketay mana shu joyini. Smartfonni mana ekranini ko'rishingiz mumkin, chetlari, ekranning chetlari 45 graduslik egri shaklga ega, ya'ni u 45 gradusga mana bu orqa korpus tomonga bukilgan. Bu degani smartfonga Honor'dagilar ta'kidlashicha, ya'ni smartfonni tarixiga yuzlanganda esa smartfonni ishlab chiqarish jarayoni va uni shakllariga e'tibor qaratganimizda smartfonni bu jihati, ya'ni egri jihati, ya'ni mana shu 45 gradus bukilgan jihati bunga premium ko'rinishni ko'rsatib berar ekan. Honor X9 smartfonimizning yana bir asosiy e'tiborli jihatlaridan biri, sizni ham hayron qoldiradigan, meni ham hayron qoldirgan jihatlardan biri bu uning himoya tizimida va mustahkamligidadir. Honor X9C ya'ni u 2 metr balandlikdan tushish testidan o'tgan va biz ham hozir mana shu smartfonni tavakkaliga testdan o'tkazib ko'ramiz. Agar tayyor bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'rasiz. Xo'p, mana shu o'tirgan joyimdan ozgina turgan holatda, endi 2 metr bo'lmagan taqdirda ham ozgina kamerani teparoqqa qilsangiz yaxshi bo'lardi, hurmatli operator. Hozir biz smartfonga qo'shib qo'ygan holatda tepadan pastga uloqtiramiz, ko'ramiz. Smartfonga zarar yetmaydimi? Ya'ni ishlashiga, smartfonning o'ziga, himoya tizimiga qanaqadir muammo yetmaydi. Mana shuni sanab ko'ramiz. Xo'p, orqa tomoni bilan tashlaymi, old tomoni bilan farqi yo'q. Xo'p, bismillah. 1 2 Ishqilib tinchlik bo'lsin. Xo'p. Va hozir smartfon ovozi ham juda ham boshlashyapti, ya'ni balandligi jihatidan uni ham oxirida tekshirib ko'ramiz. Hozir esa testdan o'tkazilgandan keyingi holatimizni sizlarga bo'lishaman. Smartfon tushgandan keyin smartfonga hech narsa qilmadi, juda ham zo'r. Hatto mana bu orqa kamerasining usti oynaga o'xshayapti. Mana shunga ham hatto sinmagan ham, chiziq ham, yorug' ham tushmagan. O'zingizlar eshitgan bo'lsanglar kerak,
Men mikrofonni bu yoqdan bu yoqqa qo'yganimda ovoz yaxshi eshitilardi. Yana bilmadim qanaqa chiqdi ovozi. Tushganda juda ham katta, qattiq zarb bilan tushdi. Atak smartfonga ko'rishingiz mumkin, hech narsa qilgani yo'q. Ya'ni o'sha holatda turibdi mana. Oldida ekranlari ham qotgani ham yo'q, hech qanaqa chiziq ham ortiqcha qanaqadir muammo, nosozlik keltirib chiqargani yo'q. Va mana shunday testdan o'tkazilgan holatda biz davom etamiz. Shuningdek, Honor X9 smartfonimiz IP65 himoya standartiga ega, ya'ni bu degani yomg'ir tomchilariga, yomg'irga va qo'shimchasiga suv sepuvchanlik, changga va kundalik zarbalarga bardoshlilik degani. Va qo'shimchasiga esa smartfon ekrani maxsus Deeply Rain Forecast Glass bilan himoyalangan. Oddiy qilib aytganda, bu smartfondan bemalol ehtiyot bo'lmasdan, ya'ni qanday desa bo'ladi, shurvorsiz ham bemalol sinab ko'rganimizdaqa bemalol smartfondan hech qanday muammosiz, ehtiyot bo'lmasdan ham foydalanishingiz mumkin degani. Xo'p, o'rtoqlar, endi kelaylik X9 smartfonimizning kamera xususiyatlari va ishlashining sifatini, tiniqligini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda ma'lumot uchun X9 smartfonimiz 3 ta kameradan iborat. Ulardan biri asosiy kamera 108 megapiksel, unga va qo'shimchasiga esa 5 megapiksellik oldida ultra keng burchakli kamerani ko'rishingiz mumkin va unga hamrohlik qiladi 2 megapiksellik makro sensor kameralar. Asosiy kamera OIS optik stabilizatsiya bilan jihozlangan. Shuning uchun ham suratlar, kadrlar juda ham nima desa bo'ladi, smartfon qaltiragan vaqtda ham optik stabilizatsiya tufayli videolar juda ham silliq, yumshoq tarzda sizga ko'rsatib beradi. Orqa kameramiz esa videoga olinayotgan holatda Full HD formatida tiniq, yorqin ranglar juda ham o'z joyida chiqadi va qo'shimchasiga 4K formati ham mavjud smartfonimizda. Old kamera selfie deysizmi? Selfie kameramiz ham bor, albatta oldi qismida. Oldi kamerasi selfilar uchun 16 megapikselda ranglar tiniq, jozibali tarzda selfilaringizni olib beradi. Keling, unda men sizga hozir aynan X9 da olingan bir qancha suratlarni ko'rsataman. Siz ularni ko'rib o'zingiz xulosa qilasiz. O'zi bu smartfon kamerasi sizga to'g'ri keladimi yoki yo'q? Tayyor bo'lsangiz, keting. Videoga esa asosiy kamerasi mana buni qoladi. Xo'p, o'rtoqlar, demak, hozir biz ko'chaga chiqdik va Honor X9 smartfonida aynan mana shu kadrni syomka qilyapmiz. Smartfonimiz kamerasi 4K, hozir olinayotgan kadr 4K 30 fps da ishlaydi ekan. Stabilizatsiya ham yaxshi. Bu hozir olinish jarayonini ko'rishingiz mumkin. Endi esa kamerani o'zim tomonga burdim va adashmasam ovozi o'zgargan bo'lishi kerak, boshqa smartfonlar kabi. Uni ustini izohlarda yozib qoldirasiz degan umidaman. Hozir aynan mana shu smartfonning kamerasida biz syomka qilyapmiz. Qanchalik darajada smartfon kamera sifati yaxshi, bularni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mana hozir realniy holatda qilyapman va bundan keyingi kadrda ham albatta smartfonda olingan bir qancha videolarni ko'rishingiz mumkin. Mana hozir siz ushbu rasmlarni ko'rib chiqdingiz. Endi sizga savol, 1 dan 10 gacha bo'lgan ball baholash tizimida aynan bu rasmlarga siz qanaqa baho bergan bo'lardingiz? Hoziroq izohlarda yozib keting. Hozir o'tib shunday yozib qo'yinglar. O'rtoqlar, shaxsan meni fikrim, rasmga tushirishi va videoga olishi unchalik darajada yomon emas. Normal holatda olsa bo'ladi. Ya'ni qay holatda men bu smartfonni nastroykasini to'g'irlamadim. Agar siz olib, rostdan ham nastroykasini to'g'irlashni bilsangiz, kamerasini nastroykalarni to'g'irlab yoki suratga olayotganda ekspozitsiya degan bir qancha qo'shimcha funksiyalar orqali suratga olsangiz, albatta rasmlaringiz 1 dan 10 gacha bo'lgan shkalada, albatta 10 balli sistemada 10 ballgacha bo'lgan bahoda bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nima degani? Asosan nastroykasini to'g'irlab olsangiz, rasmlaringiz juda ham tiniq darajada, xaritlanadigan darajada chiqadi albatta. Bu albatta sizga bog'liq, lekin kamera xususiyatlari juda ham shaxsan menga ma'qul. Endi esa kelaylik smartfonni ishlash, ya'ni performansini ko'rib chiqamiz. X9 smartfonimizning ichkarisida Snapdragon 6 Gen bir protsessori joylashgan. Bu 4 nanometrik chip, energiyaga tejamkor, lekin juda ham kuchli darajada ishlaydi. Kundalik ishlaringizda hech qanday muammo sezilmaydi. O'yinlarda ham qotishlar yoki qanaqadir muammo keltirib chiqarmaydi. Smartfon RAM 12 GB, lekin vizual kengaytirish imkoniyati bilan uni 20 GB gacha oshirish mumkin. Xotirasi esa 256 GB. Meni nazarimda bu siz uchun kundalik foydalanishingiz yoki farzandlaringiz, yaqinlaringiz uchun bemalol yetadi. Ya'ni o'yinlar, videolar, kinolar va bir qancha o'zingizning fayllaringizni saqlash uchun 256 GB xotira yetarli.
Xo'p, do'stlar, endi esa X9 smartfonimizning batareya va zaryadlashini ko'rib chiqamiz. Honor X9 smartfonimiz eng katta batareya, ya'ni men hozirgacha ko'rgan, obzor qilgan smartfonlarim ichida batareya jihatdan juda ham keng, ya'ni 6600 mAhlik kuchli batareya tizimiga ega. Ya'ni bu degani smartfondan bemalol bir marta zaryadini 100 qilib olib, aytaylik hozir 100 qilib olib, bemalol 2 kungacha smartfonning zaryadini bemalol hech qanday muammosiz foydalanishingiz mumkin. Va zaryadlash tizimi esa 66 voltlik o'sha supercharge tezkor zaryadlash texnologiyasiga kiritilgan smartfonga. Ya'ni bu degani 66 voltlik tezkor zaryadlash orqali siz 20 daqiqada smartfonni to'liq zaryadlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shaxsan men uchun ushbu smartfonning batareya jihatidan hayron qoldirdi. Xulosa qilib aytganda, o'rtoqlar, Honor X9 bu o'rta narxdagi, lekin premium darajadagi flagman. Mustahkam ekran, katta batareya, kuchli kamera va bularning barchasi Honor X9 da mujassamdir. Agar sizga kuchli, zamonaviy, chiroyli va asosiysi tashlab yuborishsiz ham mustahkam bo'lgan smartfon kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan Honor X9 siz uchun. Agar sizga Honor X9 smartfoni qiziq bo'layotgan bo'lsa, uni xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki qo'shimcha funksiyalar narxlari bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shu o'ng tomonda yozib qoldirishadi. Alo.uz saytiga kirib, Google orqali yoki qaysi brauzer orqali kirib bo'lsa ham, Alo.uz saytiga kiring. U yerda narxlar haqida batafsil ma'lumot olishingiz, onlayn buyurtma berishingiz, xohlasangiz bo'lib to'lashga 3 oydan 24 oygacha bo'lib to'lashga yoki naqd pulga arzon narxga olishingiz mumkin yoki-da hoziroq aynan mana shu 78 122 08 nomer hamiga Aloga qo'ng'iroq qilib, smartfon haqida batafsil ma'lumot olishingiz, operatorlarimiz tomonidan xizmat ko'rsatishni ga ega bo'lishingiz mumkin. Bu edi Alo'z. Ko'proq ko'ring, ko'proq like bosing, ko'proq mana shu kommentariyalarni to'ldirib tashlang. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska yoki obuna tugmalarini bosib qo'ying. Bizda hozircha shular. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.